investitsiya uchun ham, kvartirani qo'yish uchun ham, yashash uchun ham shunaqa ixcham, shunaqa zo'r uyimiz sotuvga chiqdi. Joylashgan joylarini ko'ring. Yakkasaroy mahallasidamiz. Bu tomon shu yujniga chiqib ketish, Shotarostaveli ko'chasidamiz. Bu tomon esa shaharning markaziga Oybek metro, Rossiya gazisiga kirib ketish yo'li. Shu Yakkasaroy masjididan ozgina o'tganda joylashgan uyimiz Kostamiz. Детский площадка, salqin hovli, domni ko'rinish. Shunaqa fayzli, shunaqa ixcham, shunaqa chotki uy ekan. Shu holatida spalniya qilib ishlatasiz ekan. Bu ham spalniya. Shuni yig'ishtirsangiz divan bo'ladi, zal qilib ishlatsangiz bo'ladi ekan. Zo'r ekan. Shkaflarigacha bor, remontlari chotki, televizor, konditsionerlarigacha bor. Shu kungacha 900 ga kvartirada yashagan ekan. Uyni sotamiz deb chiqazib olibdi. Siz qaytarib qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bu yoqda prixoshka, podyezddan kirish eshik, bu yoqda sanuzellar joylashgan. Uyimiz 5 etajli g'ishli domni 3-etajda joylashgan. Торцовый emas, bir xona 30 kvadratli uy. Kuxniyan joy, o'tiradigan joy qilingan. Televizor iladigan joylarigacha bor. Keng chiqqan ekan, yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ying injiga. Kuxniyasi balkonga chiqazilgan, ixcham zo'r bo'lgan, kamoshinlargacha bor, katta yo'lga yaqin. Bu uyimizning narxini $53,000 qilib beramiz. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin, telefoningizni kutamiz, bosing.